Alo, yaxshimisiz uka, jiyimisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Kim bu aka, tanimadim? Ha, bu qo'shnim, mahalladoshim qo'shnimga aksa qo'yib berib ketgan ekansizlar. Ha, kimnikiga? $500 Abbos degan qo'shnimnikiga. Qaysi Abbos? Qora Abbos bor-ku. Ha, bo'ldi. Nima bo'pti aka? Ha, shunga uka, mana biz ko'rib chiqdik, 500 ming, 600 mingdan qo'yib beryapti. Nimcha $500 ga qo'yib yordinglar. Aka, u Akfa bilan ko'chadagi sotayotgan romlarning farqi bor aka. Eshiklarni balkondan qildik, derazasini Aquaplast originaldan qildik aka. U bozordagi bilan ancha farq qiladi. Hammasi bir xil. Yo'q, nima bir xil aka, bir xil emas. Bilasizmi, boshqasini hammasi bir xil ko'rdik. Aka, nima ish qilasiz? Menmi? Ha. Men mol qo'yib beraman uka. Aka, mol bilan qo'ydi, yemishi bitta, lekin nimaga ikki xil chiqadi? Endi bilmayman aka unisini. Ha, bu qahli yetmayapti, nima qilasiz aka, Akfaga aralashib? Ishingiz qilmaysizmi?